Assalomu alaykum do'stlar, xudo xolasa bizda yangilik bor. Albatta PDR ni o'rganaman deb yurgan masterlar bo'lsa, PDR ni o'rganaman deb yurgan yoshlar bo'lsa yoki-da PDR sohasi bo'yicha malakani oshiraman deb yurgan masterlar bo'lsa, onlayn tarzda bundan buyog'ida bizning darsliklarimizni ko'rib o'rganishlari mumkin. Plakatlarga yozib, yozma ravishda tushuntirib, sxemalari bilan birga amerikanskiy, brazilskiy, nemetskiy metodda 21 yillik tajribamni sizlar bilan shunaqa darsliklarni o'tib ko'rsatib beraman. Ovqatlanib o'tirgan paytimi, dam olib o'tirgan paytimi yoki masterskoyda ishlab turgan payti qaqoyta bir savol bo'lsa, onlayn tarzda bizdan darsligimizdan PDR sohasini o'rganish mumkin. Bu yoqda endi PDR sohasida hamma sekretni ochib tashlaymiz. Endi bolalar, PDR sohasini boshlanishi nima bo'ladi? Ko'pchilik o'ylaydi, PDR sohasida ishni nimadan boshlayman? Ishni boshlash katta pachog'ini tushunadimi? Yo'q, nabarot. Hamma sohada alfavitdan boshlab ketsa, bizda nabarot, finishdan alfavitga qarab kelamiz. Endi bu yerda bizada nima bo'ladi? Bizada birinchi darsligimiz aynan mayda shagrenni ishlashni o'rganishdan boshlaymiz. Katta pachoqga keyin o'tamiz. Aynan shuning uchun men sizlarga bizani soha finishdan pastga qarab o'rgatib boshlanadi deganimiz sababi shu. Katta pachoq degani muammo emas. Aynan shagren terish ko'pchilik masterlar uchun bosh og'riq masala. Aynan zamok joylari, закрытый пространство, instrument kirmaydigan joylar, mana shu joylarni ishlash ko'pchilik masterlar uchun jumboq masala. Mana shu jumboqlarni ham hammasini ochib tashlaymiz. Bu yoqda sekret qolmaydi, xudo xolasa. Bizga podpiska qilib qo'yinglar, YouTube'da kanal ochdik. Bu yoqda hammasi ideal darajada o'quv darslari individualniy o'rgatiladi. Endi birinchi darsimizga keladigan bo'lsak, birinchi darsimiz lampani to'g'ri rakursda qo'yishdan boshlanadi. Lampani defektimizni yarmigacha yorug', yarmigacha soya tushib turishi kerak. Lampani gradusi to'g'ri turishi kerak. Biza asosiy lampani o'zimizga moslab olishimiz kerak. Kimnidir rost, kimdadir uzunroq, kimdadir pastroq, o'zini bo'yiga qarab, o'ziga moslab, mana shu defektni ko'rinishiga qarab lampani o'ziga moslab oladi-da, mana shu yerda berilgan defektni teng yarmigacha yorug', teng yarmigacha soya tushib turishi kerak. Hozir shuni ko'rsatib beraman amalda. Mana. Tak. Более ostroq. Mana, ko'rdingiz? Nasıl ko'rindi? Ko'rindimi? Endi mana ko'ringan bo'lsa, podsilitelni ham olamiz. Mana. Do'stlar, xudo xolasa hozir kapotdagi defektlarni to'g'rilashdan oldin qiladigan ishimizni ko'rsatib beraman. Aynan defektni atrofidagi polni hamma joyini emas, mana shu aynan shu defektni atrofidagi germetikani ozroq kesib yuboramiz. Mana bu noj yordamida. Spesialniy PDR-chik masterlar yaxshi biladi, spesialniy noji bor. Shunda kesib yuboramiz. Hozir ko'rsataman qanday kesishni. Mana bu yerdan olib kelamiz, podsiltel. Mana shu yerda defektimiz bor. Aynan mana shu defektimizni shu yerini kesib yuboramiz. Kerakli joyini kesamiz. Hamma joyini kesmaymiz. Mana aynan shu yerda defektimizning yonida germetika bor edi. Mana kesdik germetikani. Всё. Bularni kesish shart emas qolganini. Aynan shu defektning yonidagi germetikani mana shu noj yordamida kessak, shuni o'zi kifoya. Endi hozir bizada podsiltel joyiga mana bu chitoy xvostni, поворотный рукоятка chitoy xvostni ishlatamiz. Mana bu yeri 12 mmlik bo'ladi. Maydasi bo'ladi. Mana shu instrumentda ishlab ko'ramiz. Endi do'stlar, mana mayda tochkalarni texnik massaj qilib turibmiz. Hozir открытый пространство orqasida usilitel yo'q joyi, keyin usilitel bor joyini ham ko'rsatib beraman. Mana hozir bizda defektimizni yarmigacha yorug', yarmigacha soya tushib turishi kerak.
lampani o'zimizga to'g'rilab nastroyga qilib olamiz. Birinchi очередь qiladigan ishimiz lampani to'g'ri nastroyga qilish. Mana. Agarda texnisi to'g'ri massaj qilsak narsani, assajini qilish ham shart emas. Mana. 100%. Hozir mana bu silovoy instrumentimizda ishladik. Endi hozir podosilitor ishlab ko'rsataman. Podosilitor ishlaganda mana bu instrumentimizda ishlaymiz. Chitovoy xvostda, поворотный рукоятка. Tak, bu instrumentimizning kuchi yetmadi. Endi mana bunga o'tamiz. Более kuchliroq instrument. Bemalol nimadan pastdan ko'rsatishingiz mumkin. Instrument qanday ochib turibdi, podosilitor bolalar. Mana podosilitor kirganda, osilitor hech qanday zalal yetmaydi osilitorga. Mana buni qayramiz, mana instrumentimiz qayrilib, xohlagan joyimizga kelib turibdi mana. Osilitorni pastga tushirish yoki osilitorni teshish, yorish shart emas. Buni buragan holda massaj qilamiz. Mana почти 90% keldi. Agarda bu instrumentimizning kuchi yetmasa, bundan ham bo'lay usilinliroq chitovoy xvostni olishimiz mumkin. Hozir bu yerimizga sarapina ham qilib qo'yibdi bu. Mana shu sarapinasi ketsa, atak defektimiz 90% joyiga keldi. Xudo xolasa. Mana. Endi mana bu defektimizga kiramiz. Mana do'stlar, chitovoy xvost kapotda mana shu joylarida bizga yaxshigina ish bajarib bera oladi. Mana defektimiz osongina shagrini joyiga keldi. Mana. Mana. Endi pastdan ko'rsating. Pastdan mana instrumentimizning osilitorga zarar bermay ishlab turishini ko'rasizlar. Keyin instrumentni ishlatganda mana faqat qo'lim uchida поворотный rukayatcha bo'lgandan keyin rukayatchasini ham qayirib o'zimga moslab olganman. Qayirgan holda ikki qo'l bilan ishlaymiz. Mana bu qo'lda bu yog'ini ushlab turamiz. Mana bunda ozroq qayirib ishlaymiz mana. Mana shagrenni bemalol spokойный terish mumkin. Mana podosilitor bo'lgan defektimizni ham xudo xolasa chitovoy xvost yordamida chiroyli qilib chiqardik. Mana. Do'stlar, ko'pchilik silovoy instrumentni tushunadi ishlagan payti, lekin chitovoy xvostga e'tibor bermaydilar. Chitovoy xvostni bizda har xil pozitsiyasi bor, ular to'g'risida ham hali ancha-muncha gaplashamiz. Birinchi darsligimiz mana bu yerda ham yozilgan. Mana
bizning vazifamiz shagrenni buzmasdan, detalga deformatsiya bermasdan, lakakrashniy pokritiyaga zarar bermasdan, nakol qilmasdan ishlash. Keyin lampani birinchi darslikdagi asosiy temamiz bo'ladi. Lampani to'g'ri rakursda qo'yish. Kimdir lampani minusga tushirib yuboradi, ja 0 ga tushiradi-da, detalga taqab qo'yib ishlaydi, xato bo'ladi. Lampani kerakli gradusga ko'taramiz, o'zimizni bo'yimizga moslab olamiz. Defektni yarmiga teng, yarmigacha soya, teng yarmigacha yorug' tushib turishi kerak. Defektga polniy soya tushsa ham bo'lmaydi, polniy yorug' tushsa ham bo'lmaydi. Teng yarmigacha soya, yarmigacha yorug' tushib turishi kerak. Endi eng asosiy masala bizada birinchi ochit lampa. Mana shuni esda qo'yinglar. Birinchi ochit lampani to'g'ri rakursda qo'yish. Keyin instrumentni to'g'ri tanlash. Ochiq prostranstvolar uchun mana bunaqa silovoy instrumentlar, keyin poduslitel ishlash uchun hozirgi mana bu kitovoy xvostimiz. Endi poduslitel kitovoy xvostdan ham boshqa barsovoy instrumentlarimiz bor mana bu. Mana bu instrumentlarimiz leviy, praviy bo'ladi. Bular mana leviy, praviy, o'ng, chap. Mana shular ham kapot ishlaydi. Endi bu instrumentimizni hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda 8 xili bor. Mana shu instrumentimizni men sizlarga tushuntirib o'tay. Mana. Tak. Leviy, praviy bo'ladi hammasi. Mana 8 xili bor bizda. Aynan mana shu instrumentlar poduslitel ishlaydi. O'zi tonchi instrument bo'ladi. Mana bir spesialniy gradus berilgan, uslitilga, rukayatga xalaqit bermasligi uchun aynan poduslitel kiradi-da, uslitilga zarar bermasdan defektni to'g'rilab bera oladi. Endi bu yerda 8 xili bor, chap, o'ng. Mana bunday qilib ko'rsatsa tushunarli bo'ladi mana. O'ng tarafi bor, chap tarafi bor. Bularda kattaroq pochoqlarni ham chiqarsa bo'ladi. Albatta boshida bundan oldin kley bilan ishlanadi. Kleydan keyin instrumentda ishlaymiz. Hali biz birinchi darsimiz bu. Oddiy mayda tochka bo'yicha boshladik. Kley sistemaga hali ancha bor. Shuning uchun hozircha bizga kapotda ishlatiladigan instrumentlar to'g'risida sizlarga tushuncha berib o'tay dedim. Mana bunda silovoy instrumentimiz, to'g'ri tushuninglar, silovoyni joyi bor, открытый пространствоda. Mana bular poduslitel ishlaydigan instrumentlarimiz kitovoy xvostlar, poduslitel ishlaydigan instrumentlarimiz. Kitovoy xvostni bizada boshqacha nimalari ham bor. Mana bu yer shiroki 5 sm bo'ladi. Keyin bu kitovoy xvostimiz silovoy instrumentni ham o'rnini bajaradi. Aynan mana bu silovoy instrumentni o'rnini mana bu instrumentni bajara oladi. Nimaga? Qarang, poduslitel kattaroq pochoqlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu silovoy instrumentni o'rnini ham bajaradi. Lekin o'zi kitovoy xvost. Поворотный rukayatga 360 gradus qayriladi. Aynan mana shu kapotda ishlaydigan narsalar, instrumentlar to'g'risida bo'lib turibdi, bolalar. Endi hozir yana sizlarga boshqa kitovoy xvostni silovoy qilib ishlata oladigan instrumentimiz mana bunda mana. Mana bu yeri 6-7 sm gacha bor. Qayriladi, poduslitel kiradi, uslitilning orasidan bemalol kiradi. Uslitilning orasi ochilib ketmaydi kapot bilan. Kiradi-da, bemalol silovoy o'rnida ishlatsa bo'ladi. Bu закрытый пространствоlarda bo'ladi. Aynan mana bu silovoy instrument kirmaydigan joyga mana buni silovoy qilib ishlatsak bo'ladi. Endi bularni bizada har xil versiyalari bor. Mana. Ma'mimiz 1,5 sm bo'ladi kitovoy xvostimiz. Bu ham qayriladi. Aynan kapotda qayrilib, tomda kapotda qayrilib borib ishlata olamiz. Agarda bizga rukayatga xalaqit bersa, 360 gradus qayriladi rukayatchamiz. Shu rukayatchani qayirib olib, bemalol xohlagan joyingizga olib borib ishlata olamiz. Spesialniy instrument
Ну, заводской instrument asosiysi. Qo'lbola instrument emas mana. Endi kapotni ishlatadigan instrumentlar biza aytamiz desak ancha-muncha tema. Mana bu ham kapotda ishlaydigan instrument. 12 mm bo'ladi mana bu yeri. Lekin gibkiy instrument. Tak. Mana buni ham ishlata olamiz. Joyi keladi. Aynan shu joyi kelganda mana buni ham ishlata olamiz. Endi bizada nima bo'ladi? Qarang. Bolalar, zamok joylari bo'ladi, kapotda zamok joylari bor. Zamok joylarida ham mana shu instrumentlar ishlaydi. Qilay tortib ola olmaydigan zamok joylarida shagrini buzilgan joylari bo'ladi. Ularni ham hammasini keyingi darslarda etap tushuntirib boraman. Hozircha bugungi darsimizda birinchi darsligimizda lampani to'g'ri rakursda qo'yish, defektga yorug'lik 50% yorug'lik 50% ga soya tushib turishi, teng yarmigacha yorug', teng yarmigacha soya tushib turishi kerak. Mana shu tema defektni texniskiy massaj qilish. Keyingi temada ham bunga qaytib o'tamiz. Hali xudo xolasa aynan mana shu instrumentda qanaqa metallarni to'g'irlashni tushuntirib, individualni tushuntirib boraman.